So'x tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari izchil va keng qamrovda amalga oshirilmoqda. Buning asosiy maqsadi aholiga tabiiy gazni uzluksiz va xavfsiz yetkazib berish, mavsum davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish hamda xizmat ko'rsatish sifati yanada oshirishdan iborat. Hududgaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali tomonidan So'x tumanida ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari tizimli ravishda tashkil etilgan. Buning natijasida mazkur filialning tumandagi bo'limi zamonaviy muhandislik texnik vositalar, maxsus asbob-uskunalar, zaxira butlovchi qismlar va yangi ish kiyimlari bilan ta'minlandi. Shuningdek, mavjud texnik baza yangilanib, xizmat ko'rsatish jarayonlari zamonaviy talablar asosida yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa o'z navbatida hududda gaz ta'minotining barqaror va xavfsiz faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida Hududgaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali tomonidan So'x tumanida hududiy chilangar xodimlar uchun amaliy o'quv seminar tashkil etildi. So'x tumanidagi iste'molchilar gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida hududlarga yangi o'rnatiladigan gaz taqsimlash qurilmalari va gaz quvurlari olib kelingan. Bundan tashqari mavsum davomida turli xil avariya holatlarini tezkorlik bilan bartaraf etish hamda uni oldini olish maqsadida avariya brigadalarining shay holatda ekanligi, ularning maxsus uskunalar va anjomlar bilan ta'minlanganlik holatini keng qamrovli ravishda o'rganish ishlarini olib boryapmiz va bu jarayonda zaruriy qo'shimcha materiallarni filial tomonidan So'x tuman gaz bo'limiga ajratish va ularni olib kelish ishlari amalga oshirildi. Tadbir davomida ishtirokchilarga gaz tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish, nosozliklarni bartaraf etish hamda aholiga sifatli xizmat ko'rsatishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Tajribali mutaxassislar tomonidan amaliy ko'nikmalar namoyish etildi. Natijada ishtirokchilarning bilim va malakasi yanada mustahkamlandi.